Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz hurmatli Qur'on TV kanali obunachilari, Muallim soni kitobimizdan 17-darsimizga keldik. Inshaalloh 17-darsimizda arab alifbosining shin harfini o'rganamiz. Shin harfining talaffuzi o'zbek tilidagi sh tovushi singaridir. Shin harfini so'z boshida yozilish shakli, shin harfini so'z o'rtasida yozilish shakli va shin harfini so'z oxirida yozilish shakli. Sha, shi, shu, rosh, bush, shar, shaq, sham, shak, bishru, shirbu, shahru, nashru, shukru, shurbu, mashrab, mashrib, mashriq, mushtahir, mushtarak, ishtahara, yashtahiru, ibran shaqa, yabran shiqu. Takrorlaymiz. Sha, shi, shu, rosh, bush, shar, shaq, sham, shak, bishru, shirbu, shahru, nashru, shukru, shurbu, mashrab, mashrib, mashriq, mushtahir, mushtarak, ishtahara, yashtahiru, ibran shaqa, yabran shiqu. Aziz hurmatli tomoshabinlar, 17-darsimiz ham mana shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Qur'on TV kanaliga obuna bo'lib, like bosishni unutmanglar. Inshaalloh keyingi darslarda ko'rishguncha assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.